72 when did you dedi. Vaqtda sen you. Sen qandaq vaqtda dedi. Sen vaqtda nima degan gap dedi. Çünkü kendi pil alın değil mi? Yani when did you arrive? When did you start? When did you leave? When did you go? When did you sleep degandik. Sen qachon uxlaysan, sen qachon yetib kelsan, sen qachon mangsan, sen qachon tursan degandik. Fe'l alishlaydi. Niyat vaqtlarni berib turibman. Today, yesterday, this morning. And bugun bo'lsa this morning sanalgan. This afternoon, this evening, tonight degan. Tonight degan bu kecha degan. Bu kecha. Yani 8 keyingi vaqtlarni ko'rsatadi. Bu kecha. Yesterday degan tunugin degan. Tunugin. Yesterday morning tunugin atgan. Yesterday afternoon tunugin tushdan keyin. Yesterday evening tunugin kechqurun. Last night tunugin kecha. The day before yesterday tunugin. O'lishgan o'lishgan. The day before yesterday o'lishgan. In the morning. The day before yesterday in the morning. The day before yesterday in the afternoon. The day before yesterday degandik bo'ladi. When did you savolni qo'ysanlar ekan. Birinchi one degan first degan tuqi, ikki degan second degan, uch degan three degan. Qolgan hammasi qarasanglar th bor. Uchinchilar oldida th yo'q. Shuni bayatdim men degan. Uchlar alayda qolganni. Agar yozish to'g'ri kelmasa, yozmasangiz sanchilab bunday yozib qo'ysam, mana yozgan vaqtimda ustiga yozilsa, mana th ni ustiga yozib qo'yar valloh. Ashuna diqqat qilsangiz. Arrive degan bitib kelmaydi. Clean degan imiti tozalamak. Cleaned. Arrived. Open it. Open degan ochmak. Open it bo'lsa ochgan tem. Sharpened. Sharpened degan imiti ushlamak tem. Sharpened ushlash. Ushlagan tem. Turn it on. Turn it on degan turn on degan ochmak tem. Telefon televizorni açmak, kompüterni açmak yani açmak. Turn it on deymiz. Kapat yapmak deyince turn it off deymiz. Listen degan nima anglash. Listen deymiz. Anglagan dem. Boiling degan. Boiling deb bilgan. Boiling. Boil deymiz. Qaynagan dem. Arrive yetib kelmek. Ama birinchi so'zni xato deb bilmayman. Qarmaylar. Arid kema arid. Arrive and play deymiz. Play degan qoidalik keyin stay degan qoidalik. O'shaga qarasang qoidalik keyin buni. Iga qo'sh shartli qisilgan. Sana aş bayatın soğan sorularınız mı? Aşınki muşların asıl şeklini koyuşlar valla. When did you arrive? When did you turn on? When did you sharpen? When did you open? When did you clean diyeni. Sen kaçan tazıldın? Sen kaçan açtın bunu? Sen kaçan uşlağantın? Sen kaçan televizyonu açqantın? Sen kaçan anlığantın? Sen kaçan kelgentın buyerge? Sen kaçan oynagantın diyeni. Çünkü did oğallıkçılar ve aşı ötken zaman şekilde sayıyorsunuz. Ötken zaman talep muamelesi. Onun kendime cevap vereceği vakti mesela. When did you arrive? I arrived. Boş. Ötken zaman şekilde I arrived yesterday morning. Like this morning diyince bu yatıyınca. This afternoon diyince birinci tüngününce. Yesterday morning, yesterday evening diyince tüngün atıyın aslı. Vaktini kene asan. Mesela vaktini aldık asanın buluyor.
Adette aldığa sanımı hata olmaydı ama köpinçe vaqtlarda ahir gelende vaqt. Sen yesterday morning I arrived desem arrived desem bu yerdeydi. Yesterday morning I played. Beliye sana bu yerdeydi. Adette vaqtını keni galıda şuna sizler keni yatan bildiğin. Yani biz Uygur tilida ama vaqtni nimalarimiz? Field'dan buralımız, haberden buralımız. İngiliz tilida emas. Buni keyin qarsanlar, bani mushbet deb berib qolgan jonli davomlashtirib olasizlarmi, ishlab olasizlarmi buni? Shu when did you feelni asli shaklini qo'yaverasizlar, undan keyin javob bergan vaqtda feelning o'tgan zamon shaklidan javob berib, oxiriga vaqt deb qo'ysangiz bo'ladi. Mashqlar qaradik, exercise qarsanlar, mashqqa. Complete the sentence. Bu cümleden tamamlan dedi. Example dedi. She is airing the room now dedi. She boşruğun it yesterday. Yani she aired it yesterday. Aired it yesterday. Ve şimdi çıkarsanlar he is boiling some eggs dedi. O bir qancha tuxumlarni egg degan tuxumlarni qaynatib deymiz. He boiled some yesterday. Mas some deganga boshqa some eggsniki qisqartirilsa bo'ladi, yani some eggsdan qisqartirilsa. Birinchisi it's raining now. It is raining now degan gap bu yomg'ir yog'yapti degan gap. Yomg'ir yog'yapti. Mana shu it degan gap yomg'ir. Ya'ni rain is raining degan gap. Yomg'ir bo'lsa yomg'irlayapti. Ya'ni yomg'ir bo'lsa yog'yapti degan gap. Shunga odatda bu ismni keyin olmaydi-ku. Shuni mana birisi ismni holat, birisi fe'lli holatga kelgan. Shuni ism bo'lganligiga itni almashtirib qo'ygan. It is raining now. Yomg'ir yog'yapti hozir. It nega rain. Rain degan qaydlik filmi, qaydlik filmi yo qaydsiz filmi? Rain degan gap qaydsiz, o qaydlik fil, vallahi qaydlik fil. Rain deymiz. Rain yesterday. Bugun yomg'ir yoqqandi. Ana ikkinchisi it is snowing now. Hozir yomg'ir qor yog'adi. Bizning yerda hozir yomg'ir yog'adi vallahi. Ovoz chiqadi. Yomg'ir yog'adi deymiz shu. It is snowing now. Qor yog'adi degan. Hozir qor yog'adi. It snowing degan snow deganki o'tgan zamon shakli nima? Yana qaydik bilab olib bo'ldi. Snow deymiz. Snow. It is not yesterday. Degan qayoqdan deymiz. Endi B qismi keldik. The right questions and the answers dedi. Cevap ve sorularını yazınlar dedim. Onun da example. She aired the room yesterday. What did she do yesterday? What nima did qilgandan? Did do degan gap ma did degan yerdan chiqib, bu yerdagi do mustaqil fe'l vallahi. Birisi mustaqil fe'l, birisi yerdan chiqib bo'ladi. What did she do yesterday? U tunugun nima ish qilgandi? She aired the room yesterday. Şimdi they sharpened their pencils this morning. Degan gap bo'ldi. What did they do this morning? That's all I'm saying. I'm jawab bergan vaqt they sharpened
Sharpen deganga ushlash degan. Sharpen their pencils, ya'ni o'zlarining qalamlarini ushladi. This morning degan. Bu aytgan. Qarindoshlarini ushladi. Qolgan mush shaklda mashq qilasan bo'ldi bularni. Shu qolganlari can you do this test dedi bu savollarni ishlay olamsiz. Can degan qila olamsiz, ita olamsiz degan. You siz do qila olamsiz degan. Can degan identity model degan mustaqil fe'l. Buni shikilib qila olamsiz degan. Bu nimani tam ishlay olamsiz degan. Qila olamsiz, ishlay olamsiz degan. Savolni ishlay olamsiz dedi. Dictation, look at this. Bularni o'zinglar ishlab nimqilinglar. Write this again, begin each sentence with he. Bu jumladagi shu egilarning hammasini he bilan yig' almashtirib yozinglar. Yig' almashtirib yozinglar. Yig' almashtirib yozsak qanday bo'ladi? Yig' almashtirib yozgandan keyin ba'zi fe'llar o'zgarishlar ketib, as qo'shilib ketibdi. Ba'zi b fe'llar o'zgarishlar ham bo'lsa izg'ayinlik ketadi. Shunga diqqat qilib olsangiz bo'ladi degan gap. I am tired degan he is tired deb turmadi. Look at this. So'nggilar qarang dedi. There is a pencil on the desk. So on in uniginin shular maqsadim. And then near deganlarni boshqa shularni mashq qilishga. Ya'ni there is bilan there are ni mashq qilishlam kerak bu. Ashuna diqqat qilasizmi? Write this again. Yani bir qatim yozayam. Begin each sentence with there are. There are bilan boshlab yozing dedi. Ya'ni tuvandagi jumlalarni there are bilan boshlab yozayam. Debdi. Men 5-ki ulga qarab qolsam, there is a pencil on the desk debdi. Bu yerda bir qalam bor. Chunki is bo'lsa, there is bo'lsa birlik shakl oladi. There are bo'lsa ko'plik shakl oladi. Shunga ko'plik shaklga aylantirib yozdi. Ya'ni ba'zi bir nimalar bor, ismlar bor. Uning ko'plik shakli yo'q. Bunga u izkilayverdi. Ammo bu yerda berganlar hammasining ko'plik shakli bo'lishi mumkin. Bu mustamda deb bermaydi. Shunga shuni diqqat qilasizmi? There is ni there are aylantirib yozib degan. Yani ko'plik shaklga aylantirib yozib Mesela there are some pencils. Pencil demeydi aslında ama arvoğanlar için some pencils oldu degan. On the desk. Ismning ko'plik yasash qo'shimchasi bilan aytdi. Bu yerda bor deganiki birlik shakl va ko'plik shaklini ashuna diqqat qilasizlar buni ishlaydi degan. And to'rtinchisi to put in a some or any. Put in qo'ying. Put in degan gap ichiga so'lang degan gap. Ichiga qo'ying degan gap. Bir some or any dedim. Bir yani aniqsiz artikel bir degan. Bir deganni yoki ba'zi deganni yoki any deganlarni bo'shirong'i to'ldiring demoqchi. Buniki any bilan sonning farqini bilib olsanglar, qolgan o'ninki o'ni qanday vaqt keldi deganlarni bilib olsanglar bo'ldi degan gap. O degan birlik shakli. Buning boshqa nimani deb turishning o'rni yo'q. Birlik shaklining hammasiga o keldi. Majmulga nisbatan bolalar. Mana boshqalarga uning o'zi suzuq tavash kasmanda kelib desan bo'lmaydi. Manada o deb berdi. Chunki and deb yo'q bu yerda. Demak, o keldiganlarning hammasi shu suzuq tavashlar emas keladi. Endi sam degan bilan any deganning farqi, sam deganni savol bayon jumlalarda qo'llanamiz. Any degan shu ham inkor jumlada ham savol jumlada qo'llanamiz. Shuni diqqat qilsangiz bo'ldi. I have a new car deymiz. There are deb kelgandikilar bo'lib o kamaydi degan gap. Chunki there are degan gap ko'plik bildiradi. There is agar bu there is keldi, buni o keldi desak, makkani qilsak nima ekan? Milk degan sut degan gap. Sut degan sanaqlanmada sutni sanab baqqanda sanaqlanmaydi. Olmaydi. Shunga nima sanalamiz degan gap. Endi inkor jumlalar kelgan vaqtda no degandek inkor jumlalar bo'lsa, buni boshqa nalamiz degan gap. Savol jumlalarga savol jumla va inkor jumlalarga
An'ini işletimiz, başkalar bayan cümleler sanını işletimiz degендek. Bularni o'zinglar ko'ryapsizlar. Put in, at, from, on dedi. Hoy, ma'lum qilib murakkab. Put in, qo'ying dedi. In ichida in deganni, at deganni, from deganni, or on deganlarni qo'ying dedi. Bu in, on, at, for deganlarni men so'zlab bo'lgan. From degan gap dintin degan gap. In degan gap ichida g'aqa gaka degan gap. Bu yana birisi büyük narsalar. Vaqtlar, yillar, asrlar, oylarga keldi. Endi undan tuvaragicha an keladigan gap. Sen haftalarning kunlari, andan bir narsaning ustida tegishib turgan ustida, lekin an keladigan gap. From degancha din degan ma'nosi, din, tin degan ma'nosi, din, tin. Ay din, tin degan ma'nosini chiqarib olsangiz qo'ya olasizlar degan gap. Sen birinchi sinfda he is going to telephone Boshron 5 o'clock dedi. Nimaga kelimaga he is going to telephone. Saatdan oldin nima keladi? At keladi. Shu at 5 o'clock zan bo'laverdi. And my birthday is Boshron May 21st. 21st December. 21st December. 21st December bo'ldi, man. 21st. Mening tug'ilgan kunim bo'lsa, May 21st. 21st dan oldin nima keladi? On kelamdi, in kelamdi. Buni aşağı ko'ryapsiz. On kelamdi, in kelamdi o'zini ko'ryapsizlar bo'ldi. Buni oldimizda o'tib ketgan bir dars so'zlab o'tib ketdik-ku deyman. Mening tizimim ko'ruvdinglar o'zinglar. Ay dars so'zlab, tuning dars so'zlab o'tib ketgan. Uning keyindisiga 6-si keldi. Put in, yana qo'ying dedi. Across, over, between, off, along, in, on, into, out of, or under deganlar. Bularni mana shu tekstlarni yodlab maqom bo'lsangiz qo'ya olasizlar degan gap. Across degan gap kesib o'tmaydi degan gap. Over degancha tegishib turmagan ustida, masalan, ko'rikning daryoning ustidan bir uyning ustidan bir ayrıqlar o'tib ketgan bo'lsa, bir mahaldan ayrıqlar o'tib ketgan bo'lsa, ko'rikning ustidan bir odamlar o'tayotgan bo'lsa, ashlarning hammasiga over degani bo'laverdi. Chunki odamning menayotgan oldida bir fut tegib tegmaydi. Bu tegib turgan olti bo'lmaydi. Shuni over degani bo'laverdi. Andan between degan gap o'ttirsa degan gap. Nima o'ttirsa? Arliqi degan gap. Masalan, bog'cha bilan maktabning arliqi degandekchi. Off degan gap ning degan gap. Along degan gap bo'ylab degan gap. Along the bank deb o'rgangandik. Qirg'oqni bo'ylab degan gap. Along the bank river. Daryoning qirg'oqini bo'ylab degan gap. In degan gap ichida degan gap. On degan gap ustida degan gap. Into degan gap. Into degan gap kirmak degan gap. Enter. Masalan, enter demiştik bunu. Enter de kompüterde enter degan gap bor. Angliyada ishni chekkan vaqtda enter deb so'zlab ketgan to'q. Enter. Into degan gap kirmak degan gap. Kirmak. Lekin yana bir ma'nosi to'g'risida degan. Yana bir ma'nosi arasida degandek bir ma'nolar bor. U ma'nolar kelgan. Out of degan gap chiqmak degan gap. Ma'noda into bilan out of bir juft so'z, ya'ni qarama-qarshi so'z. Into out of. In bilan on o'xshash. Under degancha under degan ostida degan gap. Masalan, bir narsaning ostida. Under the tree degan bir gap bor. Daraxtning ostida deb. Daraxtning ostida. Under the table esa stolning ostida degandek. Buni ma'nolarini bilib qo'yganlar shuni asosdan qo'yib olsangiz degan. Masalan, the airplane is flying Boshron the village dedi. Bu bir aeroplan bo'lsa, uchayotadi. Nani uchayotadi? The village. Ya'ni yuzining ustida, ya'ni kanatning ustida uchayotadi degan gap. Nima? Flying over the village deymiz. Over. Ustidan o'tib ketyotadi degan. Over asan degan.
The ship is going to on the bridge. Or under. Körüknün anlaplas körüknün üstüne kaldı. Under bridge yani. Körüknün astidan. Men oda deyingi. The boys is swimming across the river. Buna sözlüge cümleler demiz çıkıp olgan sözler. Bunu açık tekstler nedilap mağan bolsanlar. Bunu mütek ettilendi. Endi 7-nji keldik. Look at this. Buna qarang. Take. He is taking his book. Buna da ing şeklini meşk qilishgan buniki. Ing şeklini meşk qilish. Ing'ni qanday yasarganligini maslak ügüt bolgan. Şu ing'ni yasashning qoida 3 xil qoidasi bor. Osh 3 xil qoidasini yasashni bilsanglar, bularning hammasini yasab ketalaysizlar endi. Making, swimming, shining, shaving, running, sitting, typing degandek. Bularning hammasini ochib qo'yib maqsam bu deganga. Ing şeklini bilsanglar o'shani saraysizlar. Endi 8-nji kelsa look at this. Bular qarang deydi. He is sitting in an armchair dedi. Bunda to question negative. Sual esa anikini pasif şeklini, inkar şeklini hesap qilgansan. Mesela is he sitting in an armchair? U nimada o'tirayotamdi? Bilangi cho'g' o'rindiqda o'tirayotamdi. Dedi. Endi buning uchun yana bir savol beribdi. Where is he sitting? Where is he sitting? U nerda o'tirayotdi degan ashna ikki savol so'raydi ekansizlar. Ikki savol so'rab, unga javob berdi ekansizlar. Bu ing'ni mashq qilishgan. Do this in the same way. Mushlarni qiling o'xshash usul bilan dedi. He can come now. U hozir kelaydi. Buni demas. U hozir kelaydi. Can'ni oldiga o'tkazib yazsang bo'laverdi degan gap. Can he come now? San bo'laverdi degan gap. Can you come now? Sen hozir kelayapsan. Can you arrive now? Sen hozir yetib kelayapsan degan gap. Can'ni oldiga o'tkazib so'rasang bo'laverdi degan. Bundan keyin u qachon yetib kelaydi? When he come. When he can come. U qachon yetib kelaydi? Ma navni tashlab ketiblar, oldiga winni qo'shib boshlab ketsang bo'ldi endi. Ikkinchi savol. Endi canning inkor shakli qanday bo'ladi? Cannotning xatlisi can't. He can't come now. U hozir kelmaydi. Lekin inkor shaklini yasadi. Mush bo'yicha savol bo'ldi endi. Bu xil jiqkin. Hamma ishlanglar bo'ldi shuni. Shuning bilan bu testni mush bo'yicha sana o'tab ketsa degan gap. Yaxshi tushunmagan bo'lsa hozir so'zlana bo'ldi. Buni tushuntirishim bek tizilib ketgan bo'lsa, voy tizilib ketib qayta tushuntirib qo'yansam bo'ldi. Mushon 95 ni olasanlar, 95 dan yuqori olasanlar. Izon nomeri hisoblabdi. Yana kamida 5 ni xato ishlab qolganning hammani to'g'ri ishlatsanlar sizlar. Hozirgi darslardan hech qanday masala chiqmagan bo'ldi. Agar 10 ni xato ishlasanglar biroz masala bor endi. Agar 20 xato ishlagan bo'lsanglar bir qatim yodlab chiqsangiz bo'ladi, shu kerak. Undan keyin agar o'yinda chiqib qolsa hamda yan huquqni qayta o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Hozirgi o'tgan darsdan vaqtida o'rganib, yana men o'tganni tushunib o'zlashtirib ma'lum bo'lsanglar o'tib ketalaysiz. Savollar bormi? Men qilmaganni darsda. Ba'zi darsda men qilaman-chi, yolg'iz shuni men qoldim deb qarab ovoz chiqmasin. Inkaskanmiz. Bo'ldi, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Qolganini dars ko'rishamiz.
Evet ders yok ya valla. Evet de şembe günü ders yoktu. Evet ve şembe günü ders nimeni işleysizler. Soğan muş kısa sınaklı işleysizler, sınak soğanlı işleysizler. Şundan yani hani kendin düşen yekşembe günü bir kıtım şundan ya suraşlar oldu. Eğer düşünüp soğumusanlar, yani düşünüp olan bolsanlar, demek 73'ten başlaymayız. Çünkü eğer ders yok, topkayında yollap koyanlar, 72. ders yerinlaştı kitap. 72. dersin keyinki bir sual var, şunu işleydiğimizde. Onun keyin eğer bir gün bu sualını işleyse, şembe günü şembe günü dem aldık bu kaydı özümüz bitkin günde. Çünkü şembe günü dem edip, şembe günü Şenligiye soğusana buldu. Onun kendi dersimizni başlatıp gitmez ekşen. 73 başlatıp gitmez. Yani bir balda üstüne çıktık deyin gel. Yerime tükkendik. Bu demse baş Allah'a emanet selamet olunlar. Soğulanlar boş soğusana buldu. Bu demse şükret tükense selamet olunlar.